Avstraliya universitetlarini tanlash va Avstraliya universitetlariga asosiy talab qilinadigan hujjatlar haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Suhbatimizni boshlashdan oldin hoziroq videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Avstraliya universitetlarini tanlashda siz e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan asosiy muhim test bor. Bu testdan albatta siz universitetni tanlashdan oldin o'sha universitetni o'tkazishingiz kerak. Aytaylik, sizning qo'lingizda ma'lum bir checklist bor va universitetlarning ro'yxati bor. Bu checklistda, ya'ni o'sha universitetlarni yozib qo'ygansiz, taxminan 5 ta yoki 10 ta universitetni tanladingiz va u universitetlarni siz albatta testdan, level testdan o'tkazishingiz kerak. Yoki bo'lmasam sizga kimdir universitetni taklif etmoqda, "Men bu universitetga topshir yoki bu universitetga topshir" deb sizga tavsiya etmoqda. Shu holatda siz o'zingiz universitetni level kategoriyasi bo'yicha tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Xo'p, Avstraliyadagi universitetlarning kategoriyalari bor. Ya'ni o'sha levellarga bo'linadi. 1-chi, 2-chi, 3-chi level. Va uni oldida davlatlar ham levellarga bo'linadi. Ya'ni Avstraliya hukumati va Avstraliya immigratsiyasini oldida davlatlarda risk levellari hisoblanadi. Ya'ni levellari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi levellar hisoblanadi. Demak, bu yerda eng top universitetlar asosan 1-chi levelda turadi. Top universitetlar. Ya'ni top 3 hissalik universitetlar ko'p holatlarda 1-chi levelda turadi. Topga kirmagan, top 1000 talik yoki 1000 talikka umuman kirmagan universitetlar uje reytingi level 3 da turadi. Ya'ni risk leveli juda ham yuqori hisoblanadigan universitetlar yoki kollejlar bor. Hozirgi paytda ko'pchilik kollejga topshirishga qiziqib qolgan. Bu aniq ma'lumot va ochiq ma'lumot. Kollejlar level 1 da ham, level 2 da ham turmaydi. Level 3 da turadi. Ya'ni risk leveli juda ham yuqori hisoblanadi. Davlatlar kategoriyasiga qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda bizning davlatimiz level 2 da turadi. Oldin level 3 da edi, keyinchalik mana level 2 ga ko'tarildi. Va level 2 da turadigan davlatdan topshiradigan talabalar har doim level 1 da turadigan va leveli yuqori bo'lgan universitetlarga o'z hujjatlarini topshirishlari kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu talabalik vizasini muvaffaqiyatli qo'lga kiritish va ortiqcha xat hujjatlarsiz talabalik vizasini oson qo'lga kiritish uchun kerak bo'ladi. Sababi universitetda reytingi zo'r va siz zo'r universitetga topshiryapsiz va albatta siz talabalik vizasini osonlikcha qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz leveli past universitetga, level 3 dagi universitetga topshiradigan bo'lsangiz, sizdan talab qilinadigan hujjatlar ham ko'payadi va sizni talabalik vizasini olishingizda bir muncha qiyinchiliklar va osonlikcha talabalik vizasini olmasligingiz mumkin. Va har doim biz tavsiya etamiz, level 1 da turadigan va reytingi yuqori bo'lgan universitetlarga topshirishni biz tavsiya etamiz. Sababi siz katta xarajat qilasiz viza uchun, universitet uchun va bu sizga albatta natija berishi kerak. Va doim siz bu narsani esdan chiqarmasligingiz kerak. Level 1 da turadigan universitetlarga doim harakat qilishingiz kerak va shu reytingdagi universitetlarga topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu nafaqat sizga talabalik vizasini olishingizda katta yutuq bo'lishi mumkin, balkim o'qishni bitirgandan keyin qolib ishlashingiz, PR olishingiz uchun ham katta yutuq berishi aniq. Shu sababli universitet tanlashda xatoga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Va undan tashqari universitetlardan talab qilinadigan hujjatlar asosan IELTS sertifikati hisoblanadi. Agar siz 11-sinfni bitirgan bo'lsangiz, albatta siz Foundationdan boshlashingiz kerak. Agarda SAT sertifikatingiz bo'lsa, Foundationsiz to'g'ridan-to'g'ri bakalavrga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bakalavrni o'qish muddati 3 yil, magistratura esa 1,5-2 yil yo'nalishlariga qarab o'zgarib boradi. Foundationga kirish uchun IELTS kamida 5,5 bo'lish kerak. Bakalavrga kirish uchun 6 yoki 6,5. Bu universitetlarga yoki yo'nalishlarga qarab o'zgarishi mumkin. Magistraturaga kirish uchun esa kamida 6,5 va 7 IELTS sertifikati talab qilinadi. Albatta bu universitet va siz tanlagan yo'nalishga qarab talab qilinadigan ballar o'zgarishi mumkin bo'ladi. Sizdan endi asosiy talab qilinadigan hujjat bu IELTS sertifikati hisoblanadi. Va qo'shimchasiga SAT, agar maktabni bitirgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri bakalavrga kiraman desangiz, albatta SAT sertifikatingiz bo'lishi shart. Aziz do'stlar, bu Avstraliya universitetlari haqida qisqacha ma'lumot edi. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga hoziroq bitta like bosib, bizga obuna bo'ling va keyingi videolarda universitetlar beradigan grantlar haqida, grantlarni olish imkoniyatlari haqida men sizga tushuntirib beraman. Sizlar bilan ko'rishguncha.